Erkinjon Turdimov bilan bu kishi suhbat qilgan o'sha jarayonlardan keyin bir ko'rgani keldik. Nima berish kerak? Aytgin beramiz. Ha? Qara. Mag'rami qaror. Hozir beramiz. Agravang bormi? Yirmayapti. Ijtimoiy himoya, ana xotini nima? Ilhom Vahobov. Ilhom. Aravang bormi? Bor. Tez olib kelib bitta o'tirg'iz, tez olib kelga. Oldimga olib kel. Olib kel hozir. Bul hozir telefondan. Olib qo'ysang bo'lmaydi shu bir ikkita ishni. Hozir ber. Aldama o'zimni oldi. Hozir mingizaman. Yana nima masalang bor? Ayt. Menga bir anov kerak. Bu anov turishga. Anov nima? Anov. Nima? Qo'shxona. Necha pul turadi bu? Bilmayman-da men. Hokim qonunsiz bor. Milliy bank. Milliy bank. Qarordan olibman hokim bo'yin. Sapojnik bo'lib kelyaptimi? Sapojnikman-da o'zi. Jo'ra sapojnikka o'tib zakon tuzani qo'ygan. Onacha bo'lsa bo'ldimi? Qara, sen ham umuman odamlarga yaxshilik qilganmisan? Qaysi tumanda yaxshilik qilding? Qayariqdami? Qilmadingmi? Nima qilding o'shada? Boshqalardan bo'lmadimi? Ha? Nima qilding Qayariqda? Qo'yarimda bo'ldi. Endi qilyapsan-a? Malades, rahmat senga. Endi Milliy bank yubileyi bo'ladi. Qara. Oting nima? Oybek. Zo'r balaga o'xshaydi-da bu. Bu kishi uxlatadi. Uxlatmaydi. Yo'q, buyruq emas, boshqacha qilamiz. Qara. Anoga klientlaring bor, to'g'rimi yo'qmi? Ano Miron Qo'l bor, Azemetal bor. Azemetal senga aloqasi bormi yo'qmi? PSBda. Men ana bor, Miron Qo'l bor. Kichkinagina bitta Alik to'xtab turing. Sendwich paneldan joy qildirgan, образцовый qilib. İçiga kiyim bor-ku, etik do'z narsalarni qo'yasan. Bitta kreslo etik do'z uchun. Shuni yasaysanda hokimiyatni oldiga olib borib qo'yasan. Necha kunda qilasan shuni? Bir haftada yasa beradi. Bir haftada qilib, hokimiyatda ana milliy anavsi bor, Milliy gvardiyan anavsi bor, KPP. Shuni oldiga qo'yasan. Keyin ikkovimiz o'tiramizda baltacha, masalan, mix ham bo'lish kerak. Bitta eski patinka. O'zim buni. To'xta, senga emas, hali to'xtab tur. O'zim. Keyin ana malatok o'zi yana emas kerak bo'la, ip. Keyin bigiz. Tushundingmi? Shular hammasida nima kerak bo'lsa, keyin shotka har xilidan, keyin krem hammasi olasandagini men ko'rsatasan. Ben svabi hokim va men uni qilyapsiz, xijolat qilib beryapsiz. Sen xijolat bo'ladi, to'g'ri. Uylantirayotganmiz yo'q. Uylanganmiz. Bermadi deysan. Xotining bormi? Nima yo'q? Qachon uylanasan? Nasib bo'lib petinganamiz. To'xta, hozir birdan uylantiramiz. Qo'ying, vaqt. Kallan qotirma sen. Qo'ying. O'zimni qornim ba'zi to'yg'izaman, to'xtab tur, sen zirlamay tur. Tushundingmi yo'qmi? Ha? Qo'ldan keladi, uying qayerda? Qalandaman. Kim bilan turasan? Dadamdan qo'lda turaman. Dadangning qo'lida uying bormi o'zingga? Xona? Ha, bor. Dadangdan turadigan? Ha? Dadanglar turadigan uying bormi? Ha, dadamdan bitta xonacha bergan, shu yerda yashayman. Profsoyuz. Profsoyuz. Odam onu qilmang, hokim voy. To'xtab tur, sen nima qilmading? Uyam bermang, uyam beraman demang, qo'ying. Aytmayman, uyab bermayman, nimani qilasan? Nega? Shu balani uyiga borasiz, og'a. Uyiga. Otasini uyi bor. Otasini darvozasidan kirasan. Uning o'zining kichkina bitta uychasi bor. Kichkinagina uycha, to'g'rimi? Eshikdan kiradigan. O'sha uychaga kirasizdaganda uychaga qaraysiz. Senga aytibsiz. Uychani chiroyli qilib remont qilasiz. U hech bo'la ketmaydi. Bitta televizorcha qo'yasiz. Televizorim bor. To'xta olib tashlaydi, otangga berasan. Yaxshi televizordan qo'yasan. Bitta divan qo'yasan, bir o'ziga yotadigan. Tagiga gilam to'shaysiz. Istadigan gilam yo'q lekin. Gilam to'shaydi. Uyda gilam yo'q lekin. Tushundingmi? Zo'r qilib gilam to'shaydi. Tarbiyaga yotaman lekin. Uyga o'ziga kerak kiyim bosh olasiz o'ziga. To'liq. Uylantiradigan bitta. Tushundingizmi yo'qmi? Tushundim. Nilufar, davay bu yerdan kel. Tushundingizmi?
Tushundim. Siz bitta qiz topasiz bunga. Otasi bor. Kerak emas. Nega kerak emas? Kallan To'y qotib. qilib beramiz. To'y ham qilamiz deyapti-da shuning uchun. Shuning uchun bir to'y ham qilamizligini otasi bilan gaplashdik. Bor, mana pamiyona O'zimiz boqamiz, boqib ketamiz. Yaxshisini olib beramiz, yordam qiladi. To'xta. Keyin borku, mashinkani anavda butkani qayerga qo'yamiz? Mana Xalqobod stanga bor-ku, mashinani Bozorda oldimi? bozorda oladi. Bozorda oldiga hokimga aytamiz, stenkasini qo'yib beradi. Bitta birovga yilani Tushundingmi? Mana. chiqar deyman, unga aniq bo'lmayapti-da. Altim aniq qilaman, shetib Hozir boramiz ular. Oting nima deng, esimga tushib ketdi. Oybek. Bir hokimga murojaat qildim, yurang toza bo'lar ekanda, ana shu birovlarga beraman desa, davo yana so'rayveradi-da. Bu menga nima keragi bor deyapti-da. Shuning uchun hamma narsam bor degani uchun senga yordam beryapmiz. Tushundingmi? Bu davlat yordami. Bitta mol olib bersangiz bo'ldi, men Mol ham olib beraman. Mol ham olib beraman. Molni hokim olib beradi. Javob beraman molni. Zo'ridan olib beradi. Yana borku, bu yo'talsa o'lib qoladigan olib beradi. Shu 8-10 litr kamida sut beradigan. Uncha kerak emas. Uni keyin bog'ishi bormadi. Tushundingmi? Hozir boramiz. Kelishdikmi? Hozir boramiz. Bo'ldi. Sen ana Begzod tushundingmi? Arvan kezin, Arvan 10 hektar bir. Arava kesdi. Arvan kezin birinchi, Arvada. Kayfiyatingizni ko'rib xursand bo'lyapman, yaxshisizlar deyman. Qanday bo'ldi? Erkinjon aka aytgan o'sha hamma gaplar amalga oshdimi? Ziyati bilan bo'lib ketdi. Ziyoti bilan nima qani etik do'zligaligi nimasi? Boya bozorning ichida edi. Bozor ichida. Ishlayaptimi? Erkinjon aka o'shanda aytgan gaplarga ishonuvdingizmi yo'qmi o'shanda? Ishonmay o'tiruvdingiz-da. Men kerak emas, uni beraman desa kerak emas, buni beraman desa kerak emas deysiz. Bu hadi so'rash yo'qmi? Malades, ko'nglingiz toza yigit ekan. Erkin aka mardlik qilib hamma narsalarni qilib berdim dedilar. Shularni ko'rgani keldik. Biz bugun mana shu yigitni Erkinjon Turdimov 1 yil bo'ldimi? 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin butun dunyoni ijtimoiy o'zbek segmentini portlatib yuborgan ajib bir suhbati yodingizda. Men kecha efirdan buni qo'yib berdim va qo'yganimdan keyin butun dunyo o'zbeklari menga yoza boshladiki, Ismat aka, hokim o'sha aytgan hamma ishlarni bajardimikinlar? Buni o'ylantiraman dedilar. Hamma narsani men ko'rib kelaman. Samarqandga borganda dedim va biz bugun mana do'stimizni xonadonidamiz, onalarini duolarini oldik. Mana turmush o'rtoqlari yaxshi kayfiyatdan kutib oldi. Demak, bu singlimiz xonadonga tushganidan, kelin bo'lganidan xursand. Do'stimizni faqat sal oyoqlari og'rirkan, lekin bu sovuq bilan o'tib ketadi deyishdi. Men aytishim kerak, O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevga qadar bizda, men Kanadada yashayman, bizda mana shunaqa tabiatan nogiron yoki bir kam ko'sti bilan tug'ilgan odamlarga xorijda e'tibor juda katta. Bizda Xudoga ming shukr qilishimiz kerak, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mana shu qatlamga aholining mana shu tarafiga ham juda katta otalarcha g'amxo'rlik o'rnatilyapti. Prezidentimizning mana shu jihatlari, uni siz bilan biz bilmaymiz, lekin mana bu kishiga o'xshagan yigitlarni onalari va turmush o'rtoqlari davlatimiz va hukumatimizning bu mehr va muhabbatini yaxshi bilishadi va qadrlashadi. Ming rahmat davlatimiz rahbariga. Mana bugun biz mana shu misol sifatida ukamiz Erkinjon Turdimovning huzuriga kirib savol javoblarda biz bildikki qanchalik buni ko'ngli toza, samimiy va Erkinjon Turdimov oldingi davr rahbarlaridan mutlaqo farq qiladigan darajada u kishi samimiyatda bu yigitni bilib ko'ngli tozaligini, lekin hech narsasi yo'q, hamma narsam bor dedi. Ana shu narsaga qoyil qolib Erkinjon Turdimov bu faqatgina nima so'rab kirgan ekan? Etik do'stlik bitta do'kon ochay deb. Bilasizlar, hamma narsani so'rab, surishtirib, hatto uylanmaganligini bilib, kinobkani bosib, xotin-qizlar qo'mitasini chaqirib, bankni chaqirib, hamma narsani hal qilgani bugungi O'zbekiston mulozimlari, Shavkat Mirziyoyev komandasining a'zolari tamomila xalqqa yuz burganidan, o'zbek xalqini baxtiga bugun mana shunday ajoyib rahbarlar hokimiyatga kelganligidan yorqin bir misol bo'lib, timsol bo'lib butun dunyoga sochilib ketgan o'zbeklarni ham, mamlakatimizdagi o'zbeklarni ham ajib hayratlarga oshno etdi. Demak, biz men qisqacha tushuntirish berdim. Bugun biz mana shu xonadondamiz. Endi mumkin bo'lsa ikki og'iz bu yigitga so'z bersak. Yaxshi,